Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim pensiya islohoti. Pensiyalar qanday o'shishi, kimlar bundan yutadi, kimlar esa hujjatlarini tekshirmasa zarar ko'rib qolishi mumkin. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotgan pensionerlarga emas, balki hali pensiya chiqmagan, lekin ish staji yig'ayotgan har bir odamga ham tegishli. Chunki pensiya masalasi bir kun kelib hammamizning eshigimizni taqillatadi. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval tizim qanday ishlagan, hozir nimalar o'zgaryapti, pensiya miqdori nimaga qarab oshadi, qaysi hujjatlar juda muhim, qaysi xatolar odamlarni puldan mahrum qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men sizga amaliy ro'yxat beraman, qayerga borish, nimani tekshirish, qanday ariza yozish, qanday hujjatlarni yig'ish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga foyda beradi. Pensiya masalasida odamlarning eng katta savoli bitta. Mening pensiyam nega kam? Qachon oshadi? Islohotdan keyin men ko'proq olamanmi yoki yo'qmi? Men buni ko'p eshitaman. Ayniqsa 3 yil ishlagan, lekin bugun oladigan pensiyasi kundalik xarajatlariga yetmayotgan insonlar juda ko'p. Sababi shundaki, pensiya faqat odamning yoshi bilan belgilanmaydi. Pensiya miqdoriga ish staji, rasmiy ishlagan davr, to'langan ijtimoiy soliq yoki badallar, ish haqi miqdori, imtiyozli davrlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv hujjatlari va boshqa omillar ta'sir qiladi. Avvalgi tizimda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Masalan, odam 1905 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsa, buni mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotnomalari bilan isbotlash kerak bo'lardi. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxiv topilmasa, ish haqi bo'yicha ma'lumot yo'qolgan bo'lsa, odam real ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida qiyinchilik paydo bo'lardi. Ko'pchilik men ishlaganman-ku deydi, lekin pensiya organi hujjat bormi deb so'raydi. Pensiya tizimida og'zaki gap emas, hujjat ishlaydi. Hozirgi islohotlarning asosiy yo'nalishi shundan iboratki, tizim asta-sekin elektronlashyapti. Har bir fuqaroning mehnat faoliyati, ish haqi, soliq to'lovlari raqamli bazalarda ko'proq aks etishi kerak. Bu kelajakda adolatni oshirishi mumkin. Chunki kim rasmiy ishlasa, kim ko'proq badal to'lasa, uning pensiya huquqi ham aniqroq ko'rinadi. Lekin shu yerda juda katta ogohlantirish bor. Elektron tizimga eski ma'lumotlar to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa Sovet davrida 1990 yillar va 2000 yillarning boshida ishlaganlar o'z stajini albatta tekshirtirishi kerak. Pensiya oshishi masalasida ham odamlar chalkashadi. Pensiya ikki xil sabab bilan oshishi mumkin. Birinchisi, davlat tomonidan pensiyalar indeksatsiya qilinadi, ya'ni narxlar o'sishi. Iqtisodiy imkoniyatlar va ijtimoiy siyosatga qarab pensiya miqdorlari oshiriladi. Bu umumiy oshirish bo'lib, ko'pchilikka bir vaqtda ta'sir qiladi. Ikkinchisi esa alohida fuqaroning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, ilgari hisobga kirmagan ish staji topilsa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma olib kelinsa, imtiyozli davr tasdiqlansa yoki noto'g'ri hisob tuzatilsa, odamning pensiyasi shaxsiy tartibda o'sishi mumkin. Asosiy qism bin. Kim nima bilishi kerak, kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya islohoti sharoitida 3 guruh odamlar bor. Birinchi guruh hozir pensiya olayotganlar. Ikkinchi guruh yaqin 5 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar. Uchinchi guruh hali yoshroq, lekin rasmiy ish staji yig'ayotganlar. Har bir guruh uchun xavf va imkoniyatlar boshqacha. Hozir pensiya olayotgan pensionerlar birinchi navbatda o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi? Shuni tekshirish kerak. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'raman. Odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida 27 yil ko'rsatilgan. Yoki ayol kishi farzand parvarishi davrini hisobga oldirmagan. Yoki erkak kishi harbiy xizmat davrini stajga kiritmagan. Yana bir holat. Odam zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan, lekin imtiyozli staj sifatida qayd etilmagan. Bunday hollarda pensiya miqdori kam chiqadi. Misol keltiraman. Tasavvur qiling, Anvar aka 62 yoshda 32 yil ishlagan. U zavodda 20 yil, keyin xususiy korxonada 12 yil ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat mehnat daftarchasidagi aniq yozuvlar bo'yicha 30 yil staj hisoblangan. Chunki eski zavodning keks yilliki ish haqi ma'lumotlari topilmagan. Agar Anvar aka arxivdan tasdiqlovchi hujjat topsa, korxona vorisi yoki davlat arxividan buyruq nusxalari olsa, uning staji to'liqroq tan olinishi mumkin. Agar ish haqi yuqori bo'lgan davrlar ham tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanib oshishi ehtimoli bor.
bu bir oyda juda katta boylik qilmasligi mumkin, lekin har oy 100 ming, 200 ming, 300 ming so'm oshsa ham bir yilga hisoblasak bu sezilarli pul bo'ladi. Ikkinchi misol, Malika opa 7 yoshda pensiyaga chiqqan. U 3 nafar farzandni tarbiyalagan, ishlagan davrlari orasida farzand parvarishi uchun tanaffuslar bo'lgan. Ko'pchilik ayollar uyda bolaga qaragan davrim umuman hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Aslida qonunchilikda ayrim parvarish davrlari stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning chegaralari, shartlari va tasdiqlovchi hujjatlari bor. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari muhim bo'ladi. Agar Malika opa bu hujjatlarni vaqtida taqdim etmagan bo'lsa, pensiya kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, Karim aka ko'p yil dehqon bozorida, qurilishda yoki ustachilikda ishlagan, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan. U men 1 yil ter to'kdim deydi. Hayotiy tomondan bu rost. Lekin pensiya hisobida rasmiy staj va badal masalasi muhim. Agar yillar davomida ish beruvchi uni norasmiy ishlatgan bo'lsa, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, pensiyaga kelganda asosiy zarar xodimning o'ziga tegadi. Shuning uchun hozir ishlayotgan har bir odam bilsin. Bugun rasmiy ish haqi kam ko'rsatilsa, ertaga pensiya ham kamroq chiqishi mumkin. Yaqin yillarda pensiya chiqadiganlar alohida hushyor bo'lishi kerak. Men ularga shunday maslahat beraman. Pensiya yoshiga 5 yil qolganda emas, 10 yil qolganda ham hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Chunki arxidan ma'lumotnoma olish ba'zan tez bo'ladi, ba'zan oylar ketadi. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin, bankrot bo'lgan bo'lishi mumkin, hujjatlar tuman arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Bugun izlasangiz topasiz, pensiyaga chiqish kuni kelib izlasangiz asabiylashasiz. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'lab kelgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'liq ko'rinsa, ish haqi ham real ko'rsatilgan bo'lsa, sizda xavf nisbatan kam. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman. Chunki elektron bazada xatolik bo'lishi, familiya o'zgargan bo'lsa mos kelmasligi. Pasport ma'lumotlari yangilanganda eski ma'lumotlar birikmagan bo'lishi mumkin. Pensiya oshishi haqida gapirganda bir narsani ajratib olaylik. Davlat umumiy oshirish e'lon qilsa, masalan pensiya va nafaqalar ma'lum foizga ko'tarilsa, bu ko'pchilik uchun avtomatik qo'llanadi. Pensiyani ariza yozib yurish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin sizning pensiyangiz shaxsiy hujjatlar asosida kam hisoblangan bo'lsa, umumiy oshirish bu xatoni tuzatmaydi. Masalan, sizga 5 yil staj bilan pensiya tayinlangan, lekin aslida 35 yil stajingiz bo'lsa, umumiy oshirishdan keyin ham siz 5 yil asosida oshirilgan pensiyani olaverasiz. Xatoni tuzatish uchun qayta hisoblash so'rash kerak. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan asosiy omillarni tushuntiraman. Birinchisi ish staji. Ish staji ko'proq bo'lsa, ko'p hollarda pensiya huquqi mustahkamroq bo'ladi. Lekin faqat stajning o'zi yetarli emas. Ikkinchisi ish haqi miqdori. Agar odamning rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan davrlari tasdiqlansa, pensiya hisobida bu muhim rol o'ynashi mumkin. Uchinchisi imtiyozli davrlar, harbiy xizmat. Ayrim parvarish davrlari, zararli mehnat sharoiti, maxsus lavozimlar, pedagogik yoki tibbiy faoliyatning ayrim turlari kabi masalalarda alohida qoidalar bo'lishi mumkin. To'rtinchisi hujjatlarning to'g'riligi. Bir harf xatosi ham ba'zan muammo tug'diradi. Masalan, mehnat daftarchasida Xudoyberdiyev yozilgan, pasportda Xudoyberdiyev yoki tug'ilgan sana boshqa bo'lsa, tasdiqlash talab qilinadi. Endi real hayotga yaqin yana bir misol. Dilshod aka bir korxonada 15 yil yuqori maosh olgan, keyin boshqa joyda kamroq maosh bilan ishlagan. Pensiya tayinlanayotganda aynan qaysi davr daromadlari hisobga olingani katta ahamiyatga ega. Agar yuqori maosh bo'lgan yillar bo'yicha ma'lumot taqdim qilinmagan bo'lsa, pensiya pastroq chiqishi mumkin. Shuning uchun odam mening pensiyam kam deb shikoyat qilishdan oldin qaysi yillarim hisobga olingan, qaysi ish haqi bo'yicha hisoblangan deb so'rash kerak. Endi odamlar eng ko'p yiqiladigan joylarni aytaman. Birinchi tuzoq norasmiy ish. Ko'p ish beruvchilar rasmiy oylikni minimal ko'rsatamiz, qolganini qo'lda beramiz deydi. Bugun bu odamga qulay tuyulishi mumkin, chunki qo'liga ko'proq pul tegayotgandek bo'ladi. Lekin ertaga pensiya hisobida rasmiy oylik ko'rinadi. Qo'lda berilgan pul esa hujjatda yo'q. Natijada odam ko'p ishlagan bo'lsa ham pensiya kam bo'ladi. Men har doim aytaman. Pensiya tizimida men shuncha olganman degan gap emas, rasmiy ma'lumot ishlaydi.
Ikkinchi tuzoq mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zan ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishda bo'shatilgan sana yo'q. Muhim aniq. Yoki korxona nomi qisqartma bilan yozilgan, yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan. Bularning barchasi stajni tasdiqlashda muammo bo'lishi mumkin. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, uni uyda saqlab qo'yib, pensiya kuni kelishini kutmang. Oldindan mutaxassisga ko'rsating, xatolar bo'lsa tuzatish yo'lini izlang. Uchinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda boshqa yozilish bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ba'zan HDY ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Aks holda bir odamning turli hujjatlari tizimda alohida ko'rinib qolishi mumkin. 4-masala chet elda ishlagan davrlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi alohida shartnomalar, rasmiy ish, sug'urta to'lovlari va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, odatda buni pensiya staji sifatida tasdiqlash qiyin bo'ladi. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, hujjatlar, shartnomalar, soliq yoki sug'urta ma'lumotlari, tarjimalar kerak bo'lishi mumkin. Bu masalada albatta pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organlardan yozma tushuntirish olish zarur. 5-masala ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ular ishlayapman. Demak, pensiyam yana oshadimi deb so'rashadi. Bu savolga javob amaldagi qonunchilikka, ishlash tartibiga, to'lovlar va qayta hisoblash qoidalariga bog'liq. Muhimi, agar siz pensiyadan keyin ham rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar tizimda aks etayotganini tekshirib boring. Chunki kelajakda qayta hisoblash imkoniyati bo'lsa, sizda dalil tayyor bo'ladi. 6-nozik jihat, minimal pensiya nafaqa va pensiya o'rtasidagi farq. Hamma to'lovni pensiya deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa kabi turli toifalar bor. Ularning hisoblanishi ham bir xil emas. Masalan, yetarli staj bo'lmasa, odam pensiya o'rniga boshqa turdagi ijtimoiy to'lov olishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oshdi, meniki nega oshmadi degan savolga javob topish uchun avvalo siz qaysi toifa bo'yicha to'lov olayotganingizni bilish kerak. 7-masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zan pensioner pensiyam oshdi deyishdi, lekin qo'limga ko'p pul tegmadi deydi. Sababi bank krediti, aliment, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya tushumini tekshirayotganda faqat tayinlangan miqdorni emas, qo'lga tegayotgan sof miqdorni ham alohida ko'rish kerak. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, bankdan, majburiy ijro byrosidan yoki tegishli organdan izoh talab qilish kerak. Endi eng kerakli qism, siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlar bilan aytaman. 1-qadam. O'z pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Agar pensioner bo'lsangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qanday staj va qaysi ma'lumotlar asosida hisoblanganini so'rang. Og'zaki so'rab chiqib ketmang. Iloji bo'lsa, yozma murojaat qiling yoki rasmiy javob oling. Mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish davrlarim inobatga olingan, qaysi davrlar inobatga olinmagan? Ish haqi qaysi yillar bo'yicha hisoblangan deb aniq savol bering. 2-qadam, mehnat daftarchangizni va elektron mehnat ma'lumotlaringizni solishtiring. Agar sizda eski qog'oz mehnat daftarchasi bo'lsa, uning har bir sahifasini rastga olib qo'ying, nusxa qildiring. Ishga kirish va chiqish sanalari, lavozim, korxona nomi, buyruq raqami bor yo'qligini tekshiring. Agar elektron tizimda ayrim davrlar ko'rinmasa, buni ertaroq aniqlash juda muhim. 3-qadam, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Agar eski korxonangiz yopilgan bo'lsa, o'sha korxona qaysi tumanda bo'lganini aniqlang. Tuman davlat arxiviga, viloyat arxiviga yoki korxona hujjatlari topshirilgan tashkilotga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Falon yildan falon yilgacha ushbu korxonada ishlaganligim va ish haqi miqdorim to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, agar bo'lsa eski buyruq, guvohnoma, maosh varaqasi nusxalarini ilova qiling. 4-qadam, ish haqi bo'yicha hujjatlarni qidiring. Ko'p odam faqat stajga e'tibor beradi, lekin ish haqi ma'lumotlari ham muhim. Agar sizning bir davrda maoshingiz yuqori bo'lgan bo'lsa, aynan o'sha yillarni tasdiqlashga harakat qiling. Masalan,
brigadir, ustoz, bosh mutaxassis, shifokor, o'qituvchi, muhandis, haydovchi bo'lib qo'shimcha ustama bilan ishlagan davrlaringiz bo'lsa, arxivdan oylik haqidagi ma'lumotlarni so'rang. 5-qadam, oilaviy va shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, diplom, malaka oshirish hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollar uchun familiya o'zgarishi bilan bog'liq hujjatlar juda muhim. Hamma hujjatdagi ism, familiya bir-biriga mos kelishini tekshiring. 6-qadam, agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, qayta hisoblash uchun ariza bering. Arizada hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Masalan, mening 1992-2009 yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajimga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini ilova qilaman. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki pensiyam tayinlanganda 1998-1993 yillardagi ish haqi ma'lumotlarim inobatga olinmagan. Ilova qilingan ma'lumotnomaga asosan qayta hisoblashni so'rayman. Shunday yozilsa, masala aniq bo'ladi. 7-qadam. Har bir murojaatning nusxasini saqlang. Siz ariza topshirdingizmi, kirim raqamini oling. Elektron murojaat qildingizmi, tasdiqnomasini saqlang. Javob keldimi, nusxasini alohida papkaga qo'ying. Telefon orqali aytilgan gapga ishonib qolmang. Pensiya masalasida yozma hujjat eng kuchli dalil. 8-qadam, rad javobi kelsa taslim bo'lmang. Rad javobida sabab ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, ma'lumot mos kelmaydi, qonunchilik bo'yicha asos yo'q deb yozilishi mumkin. Shunda siz kamchilikni to'ldirasiz yoki yuqori turuvchi organga, zarur bo'lsa sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqasiz. Men hamma sudga yuguring demayman, lekin o'z huquqingizni bilishingiz kerak. 9-qadam. My Toygub.uz va boshqa rasmiy elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingiz, nabrangiz, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. Pasport nusxasi, ID karta, telefon raqam, SMS kodlar juda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ma'lumotlar. Firibgarlar pensiyangizni oshirib beramiz deb pul so'rashi mumkin. Bunday va'dalarga ishonmang. Pensiyani oshirish faqat qonuniy hujjatlar va rasmiy organlar orqali bo'ladi. 10-qadam. Hozir ishlayotganlar uchun eng muhim maslahat. Rasmiy ishlang, shartnoma talab qiling. Oyligingiz rasmiy ko'rsatilishini nazorat qiling. Agar ish beruvchi sizni norasmiy ishlatsa, bugun muammo ko'rinmasligi mumkin. Lekin ertaga pensiya yoshida juda katta muammo bo'ladi. Har oy ish haqi tushumi, soliq to'lovlari, elektron mehnat daftarchasi, lavozim va ish davrini tekshirib boring. Men alohida ogohlantiraman. Quyidagi odamlar hujjatlarni darhol tekshirsin. Birinchisi, 1990 yillarda ko'p korxona almashtirganlar. Ikkinchisi, sovxoz, kolxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkilotlarida ishlaganlar. Uchinchisi, ish joyi yo'qolib ketganlar. To'rtinchisi, uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. Beshinchisi, familiyasi o'zgargan ayollar. Oltinchisi, chet elda ishlaganlar. Yettinchisi, pensiyasi qo'shnisi yoki sobiq hamkasbiga qaraganda ancha kam chiqqanini sezganlar. Masalan, ikki hamkasb bir zavodda 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin biri 2 million so'm pensiya olsa, boshqasi 1 million 600 ming so'm olishi mumkin. Sabab nimada? Biri yuqori maosh bo'lgan yillarni tasdiqlagan, boshqasi yo'q. Biri zararli ish sharoiti bo'yicha hujjat olib kelgan, boshqasi olib kelmagan. Biri mehnat daftarchasidagi xatoni oldindan tuzatgan, boshqasi e'tibor bermagan. Shuning uchun pensiya masalasida hamma bir xil olishi kerak degan tushuncha to'g'ri emas. Har bir insonning hujjati, staji, ish haqi, to'lov tarixi alohida ko'riladi. Yana bir muhim misol. Bir ayol 25 yil maktabda ishlagan, keyin 10 yil uyda nevaralariga qaragan. U mening umumiy mehnatim 35 yil deydi. Lekin pensiya hisobida faqat rasmiy pedagogik faoliyat va qonun bilan tan olinadigan davrlar hisobga olinadi. Uyda nevaraga qarash agar qonunchilikda aniq staj sifatida tan olinmasa, avtomatik pensiya stajiga qo'shilmaydi. Bu adolatsiz tuyulishi mumkin, lekin pensiya organi faqat amaldagi qoidalarga tayangan holda hisoblaydi. Shuning uchun his tuyg'u bilan emas, hujjat va norma bilan ishlash kerak. Yana bir holat, odam yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. Agar u faoliyat davrida belgilangan to'lovlarni to'lab borgan bo'lsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar ro'yxatdan o'tgan, lekin to'lov qilmagan yoki faoliyat to'xtatilgan davrlar bo'lsa, hammasi bir xil hisoblanmaydi.
Tadbirkorlar ham o'z soliq va to'lov tarixini tekshirtirishi kerak. Bugungi pensiya islohoti sharoitida eng katta yutuq shuki, tizim shaffofroq va elektronroq bo'lishi kerak. Lekin eng katta xavf shuki, eski hujjatlar, noto'liq staj, rasmiylashtirilmagan ish va ma'lumotlardagi xatolar odamning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Pensiya o'z-o'zidan adolatli hisoblanib qoladi deb kutib o'tirmang. Siz o'z hujjatingizni o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensiyani oshirishning eng real yo'li mish-mish emas, hujjat. Falon odam tanish orqali oshiribdi degan gaplarga ishonmang. To'g'ri yo'l bitta. Stajni tekshirish, ish haqi ma'lumotlarini topish, imtiyozli davrlarni tasdiqlash, rasmiy ariza berish, yozma javob olish va kerak bo'lsa qayta murojaat qilish. Hurmatli tomoshabinlar, bugun men sizga pensiya islohoti nimani anglatishini, pensiyalar qanday o'sishi mumkinligini, kimlar xavotir olish kerakligini va amalda nima qilish zarurligini tushuntirdim. Eng muhim xulosa shuki, umumiy pensiya o'sishi boshqa, sizning shaxsiy pensiyangizni qayta hisoblatish boshqa. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, siz o'z haqingizni olasiz. Agar hujjatlar yo'q bo'lsa yoki xatolar bo'lsa, bugundan harakat boshlang. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblangan deb o'ylaysizmi? Stajingiz to'liq kiritilganmi? Arxivdan hujjat olishda qiynalganmisiz? Bu savollar boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner, har bir ishchi va har bir oilaga kerak.